Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men bugun Uyg'ur Project fondiniki raisi bo'lish sifatim bilan sizlarga bir xush xabarni yetkazmoqchi. Uyg'ur Project fondiniki ostida bir Uyg'ur axborot markazi ta'sis qilindi. Mavu shu markazniki tunji qitimliq videosi bo'lib hisoblandi. Bundan bu video har haftada bir son ishlanmoqchi. Bu axborot markaziniki qilgan ishlari xali ko'p. Bu video onun içindeki birisi. Tövende muşaqda biraz tafsilroq ma'lumot anglaysizlar. Hürmetlik vatandaşlar. Tövende biz sizlarga Uyg'ur axborot markazining qurilish maqsadi va qiladigan xizmatlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Uyg'ur axborot markazi dunyoning har qaysi joylaridagi yuqori ma'lumotliq, fidokor Uyg'ur ziyolilar, tadqiqotchilar va kasbiy xodimlardan tashkil topgan ko'lami cho'ng bir qo'shin bo'lib, markazi Amerikaning poytaxti Washingtonga joylashgan. Bu markazning xodimlari vatan ichi sirtidagi ko'plagan uchur manbalar bilan zich aloqa o'rnatgan, dunyodagi asosli cho'ng tillarga puxta bo'lgan kishilardan tarkib topgan yuqori unumlik bir qo'shin. Uyg'ur axborot markazi tövandagidek maqsadlar bilan qurib chiqildi. Birinchi, muxbirlar, hukumatlar va xalqaro jamiyatni Uyg'urlar haqidagi bilim va ishonchlik uchurlar bilan ta'minlash. Ikkinchi, muajiratdagi Uyg'urlarga vatandagi vaziyat va xalqaroliq o'zgarishlarni vaqtida to'g'ri yetkazish. Shundaqla dunyoviy o'zgarishlar va fursatlardan milliy manfaatimiz uchun qanday foydalanish to'g'risidagi foydali taklif, tavsiya va bilimlarni taqdim qilish. Növbətdə xalqımızın beşidəki baloyi afət davam qılmaqda. Mundaq şəraitdə vətən və millətinin bu asaratdan qutuluş üçün qoludan gələn barlıq tirişçanlıqni göstəriş hər bir Uyğurның vicdanı burcu və qan qarzidir. Vətəndəki xalqımızda ən aqalli erkinlikmi yox. Amma bizdə erkinlik var. Qarşılıq görsətkidək və zulmni paş qılğıdək imkaniyatlar var. Gerçi yaqindan buyon xalqarada Uyg'urlarning beshiga kelayotgan kulfatlarni biladigan va bizga istash qiladiganlar borgan-sir ko'payayotgan bo'lsa-mu, lekin dunyoda Uyg'urlarning beshiga kelayotgan qirg'inchiliklarni emas, hatto Uyg'urlarning qanday millat ekanligini yaxshi bilmaydigan kishilar yanada nurg'un. Uyg'ur axborot markazi bir tarafdan barliq imkoniyat bilan vatanda Xitoy dunyodan yoshirishga urinayotgan uchurlarni egallab xalqimizga yetkazadi. Yana bir tarafdan bu uchurlarni dunyodagi cho'ng taratqularga rasmiy xabar manbasi bo'la oladigan qilib tayyorlash orqali dunyo jamoatini Uyg'urlar haqida va navbatdagi Uyg'ur vaziyati haqida eng ishonchlik va to'g'ri ma'lumotlar bilan ta'min etadi. Shundaqla dalillashdan o'tgan ishonchlik uchurlar har qaysi hukumatlarning va muxbirlarning foydalanish uchun to'r betimizga qo'yiladi. Uyg'ur axborot markazi muajiratdagi xalqimizga bir tarafdan dunyoning Uyg'ur krizisiga tutayotgan maydoni va Uyg'ur vaziyati haqida eng to'g'ri uchurlarni yetkazishga tirishsa, yana bir tarafdan Uyg'ur madaniyati va kimligini saqlashga bor imkoniyat bilan yetakchilik qiladi. Shundaqla Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur urf-odatlarini keng tashviq qilish orqali milliy ruhni yuqori ko'tarishga tirishchanlik ko'rsatadi. Biz dunyodagi barliq qarindoshlarimizni xitob qilamizki, sizdagi har qanday bir iqtidor, tirishchanlik va uchur xalqimizni qutqizishdagi kuchli qurolning bir qismi bo'lib qolishi mumkin. Bizga uchur yetkazing. Biz bilan hamkorlashing. Bizning qilayotganimiz Xitoy qarshi to'limi muqaddas, istutaksiz bir urushdir. Tövəndə diqqətinizə vətəndəki vəziyyətə əlaqədar Uyğur axborot mərkəziga mushu bir həftə içində gələn bəzi uchurlarni təqdim qılımız. Birinci, yaqindan beri Xitoy hökuməti hər bir yezida Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa musulmon türki millatlardakı yaşanğanlarni nişan qılıb yığılış lagerlərini qurub chiqqan bo'lib, Şərq Türkistanda islom diniga oid hech narsani qo'ymaslikni ishga oshirish uchun barliq qabih vositalarni qo'llanayotgan Xitoy yaşanğanlarning o'z uylarida namoz o'qib olishini to'sish uchun ularni bu lagerlarga solib olmoqda ekan. Ikkinchi,
3-4 aydan beri Xitoy hukumati Sharq Turkistonda hukumatdan maosh olib ishlaydigan ba'zi xizmatchilarning maoshini tutib qolishga boshlagan bo'lib, agar bir oilada 2 odam hukumatdan maosh olsa, birninkini tutib qoladi ekan. 3. Axborot markazimiz kelgan yana bir uchurga asoslanganda, Urumchidagi Uyg'urlarning soni bu yil 8-oydan buyon biroqli ozlab ketgan. Ko'chadagilarla emas, hatto burun soqchixonlarga elib kelindigan va tutqun qilindigan Uyg'urlarning sonimi biroqli ozlab ketgan. Uyg'urlarning nega yo'qolib ketayotganligini hech kim bilmaydi ekan. Uningdan boshqa 2020-yili 8-oydan 10-oygacha Urumchidan o'z yurtlari qaytib ketgan Xitoylarning sonimi taxminan 600 mingdan oshib ketgan. 4. Markazimiz topshirib olgan yana bir uchurga ko'ra, Xitoy hukumati garchi Urumchida Xitoy virus tugidi deb e'lon qilg'ili xeli uzun bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Michuandagi virus tizginlash markaziga odam to'shiyotgan mashinalar doim ko'zga cheliqidi ekan. Amerika universitetidagi tor muhokama yig'ini Xitoyning tor hujumiga uchirdi. 20 noyabr Amerika ovoz tori Amerika universitetlaridagi Xitoyga oid sezgir temalar tor hujumining parokandchiligiga barg'ansiri ko'p uchirmoqda nomli xabar e'lon qildi. Xabarda deyilishicha, Amerikada yashayotgan advokat Rayhon Asad 13 noyabr kuni Amerika Brandeis universiteti Xitoyning Sharqiy Turkiston siyosati va Uyg'urlarni tutqun qilishi to'g'risida uyushtirgan tor muhokama yig'inida qatnashgan. Söz növbəti Rayhon Asadga kelishi bilan ekranda yolg'on xabar, yolg'onchi deganda xatlar ko'rinib, bu suhbat internet hujumiga uchragan. Uyg'urlarni tadqiq qildigan Amerikalik mashhur tarixshunos James Milvadorning Amerika ovozi radiosiga aytishicha, mazkur universitetning mudiri, muhokama yig'inini uyushtirgan fakultetning o'quvchilar maslahatchisi qatorliqlar mazkur muhokama yig'inini amaldan qoldirish kerakligi to'g'risida boshliq xat topshirib olgan ekan. Xatda Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan masalalarni muhokama qilish jongolik o'quvchilarga ziyon yetkazdi va ularga parokandchilik elib keldi deyilgan ekan. James Milvadorning bildirishicha, xat topshirib olgan munosabatli shaxslar xatdagi talabga parvo qilmagan. Natijada yuqorqidek tor hujumi yuz bergan. O'z uchun foydasiz deb qaragan har qanday fikrni dunyoning har qanday yerda cheklashga, besiqtirishga urinib kelgan va bu jihatda ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan Xitoy hukumati bu qilmishlar orqali aslida o'zining razil mohiyatini Amerika o'quvchilariga jonliq ravishda isbotlab bergan. Sharqiy Turkistonda eng oz deganda 613 masjid imomi tutqun qilingan. Erkin Osiyo radiosi inglizcha bölümü Şinjan dairələri yüzləgən imamını tutqun qılıb, Uyğurlarning dini hayatını malman qildi nomli xabar e'lon qilgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, zo'ravon Xitoy hukumatining 2017 yildan buyon zo'r ko'lamli tutqun qilish harakatida Uyg'ur imomlar og'ir talofatga uchragan bo'lib, diniy zotlar Xitoyning eng chong bostirish obyektlaridan biri bo'lgan. Xabarda deyilishicha, meyitning namozini tushirib, dafni ishlariga riyosatchilik qilgudek imom qolmaganligi, masjidlar chaqilib tuzilib uchun Uyg'urlarda o'lib ketishdan qo'rqish xohishi yuz bergan. Kanada parlamenti Xalqaro kishilik huquq komiteti Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb jakoldi. Yulduz gazetining 21 noyabr e'lon qilgan maqolasiga ko'ra, Kanadaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Bob Ray yaqinda CBC televiziyasining ziyoratini qabul qilganda, kishilik huquqni ko'zitish konsulining Sharqiy Turkistonda tekshirish elib berib, navbatdagi ahvolning irqiy qirg'inchilik darajasiga bormaganligini tekshirishi kerakligini talab qilgan. Mazkur maqolada aytilishicha, 21 oktyabr Kanada parlamenti Xalqaro kishilik huquq komiteti Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga binoan irqiy qirg'inchilik deb jakolagan. Xitoy bu qarordan darg'azab bo'lgan. Xitoyning Tashqi ishlar ministrligi Kanada kishilik huquq komitetining bu haqdagi bayonotini yolg'onchilik deb ayblagan. Mahmud Sulaymonning vafoti Uyg'urlarni qayg'uga soldi. İctimai aloqa vositalaridan ma'lum bo'lishicha, atoqli Uyg'ur san'atkori
Mahmud Sulaymon 22 noyabr Ürümchida 52 yaşida yurak kesili bilan vafot bo'lgan. Mahmud Sulaymonning vafot bo'lganligi xabari Uyg'ur xalqini qayg'uga soldi. Kishilar uning tuyuqsiz vafotida Xitoyning qarquli bar yo'qligi to'g'risida turli mulohazalarda bo'lishdi. Mahmud Sulaymon 1968-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, 1985-yili Ürümchidagi san'at institutining usul kasbini pütügen. Qashqar san'at o'makda usulchi bo'lib ishlagan. 1997-yili Abdunum rayonlik san'at o'makka yo'tkilib kelgan. U san'at sohasida ko'zga ko'ringan naqshchi va kompozitorlardan biri edi. Tayvanlik Uyg'ur aktivist Örkesh Davlat Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining muavin bosh kotibi bo'lib tayinlandi. Erkin Asiya Uyg'urcha bölümü xəbəri 1989-yıl yüz bergan Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbarlaridan biri Tayvanlik Uyg'ur ziyoli Uyg'ur harakati tashkilotining faxriy raisi Örkesh Davlat Tayvan parlamentida qurilgan kishilik huquq komitetining muavin bosh kotibligi tayinlangan bo'lib, ijroiya ishlarga mas'ul qilingan. Örkesh Davlat bu xabarni 23 noyabr kuni o'zining Twitter hisobida e'lon qilgan bo'lib, yana mundaq uchurlarni bergan. Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi, parlament a'zosi Fan Yun o'z vaqtidagi Yavo Gulsamsaq o'quvchilar harakatining rahbari, mazkur komitetining raisi, parlament a'zosi Wang Tingyumu bu o'quvchilar harakatining ta'sirida o'sib yetilgan avlodlardan hisoblandi. 2020-yildan keyingi vaziyat kengaymichilik yoki egilik huquq kishilik huquqdan ustun turadigan vaziyat emas. Balki kishilik qimmat qarashni asos qilgan yangi kurash vaziyati bo'ladi. Rim papasi Fransis Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishni e'tirof qildi. 24 noyabr Voice Story Rim papasi Fransis oxiri Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishni e'tirof qildi nomli xabar e'lon qildi. Xabarda deyilishicha, Xristian dini katolik mazhabining ma'naviy dohisi Vatikan shahar davlatining hukmdori Fransis yillardan beri Rohingya musulmonlar duch kelgan va Iroqdagi Yazidiylar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi ovoz chiqarib kelgan bo'lsa-mu, uning Uyg'urlarning beshiga kelgan bostirishga qarshi ovoz chiqarishi tunji qatimliq ish ekan. Papa Fransis nashr qilinish oldi turgan Güzel kelgusiga tutishadigan yo'l haqida xiyol surayli nomli kitobida zulmga uchrayotgan diniy jamoatchilik haqida so'z qilgan ekan. Xabarda bayon qilinishicha, Papa Fransis "Men doim Rohingyaliklar, Uyg'urlar va Yazidiylar qatorliqlarning beshiga kelgan ziyonkashlik haqida o'ylanaman" degan. Vatikan bilan Beijing 1951-yili diplomatik munosabatni uzgan bo'lib, Vatikan Beijing bilan bo'lgan munosabatni normallashtirishni xohlaydiganligi uchun 2013-yili vazifaga o'ltirgan Papa Fransis Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga sukut qilgan ekan. Papa Fransis Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishni tilga olgandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining nomussiz bayonotchisi Zhao Lijian Papaning Uyg'ur haqidagi so'zining butunlay asossiz ekanligi to'g'risida bayonot bergan. Xitoy Sharqiy Turkistonda 4 ko'mir konni yangidan ishga kirishtirdi. Reuters agentligining 24 noyabr e'lon qilgan xabarda bayon qilinishicha, Xitoy davlatlik energiya idorasi muqim energiya ta'minotini ishga oshirish uchun Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharqiy Turkistonning g'arbidagi 4 ko'mir konning ishga kirishini tasdiqlagan. Xitoy hukumati mazkur 4 ko'mir konga 4 milliard dollardan ko'p mablag' solgan bo'lib, Xitoy davlatlik energiya idorasining bayonicha, bu 4 ko'mir kondan yiliga 7 million tonna ko'mir chiqadi ekan. Amerikalik tadqiqotchi Joshua Freeman tutqundagi Uyg'ur ziyolisi Abduqodir Jaloliddin haqida maqola e'lon qildi. Amerikalik Uyg'ur madaniyati va tarixi tadqiqotchisi Harvard universitetining doktoranti Joshua Freemanning Xitoy meni professorimni qamidi, ammo uning she'rini qamiy olmaydi nomli maqolasi 24 noyabr New York vaqt gazetida e'lon qilindi.
Maqolda Joshua Freeman shoir Abduqodir Jaloliddin bilan bo'lgan do'stlik munosabatini, uning qamoqda turibmi she'rni yozishni to'xtatmaganligini, qamoqda yozilgan she'rdan birining tashqi dunyoga yetib kelganligini bayon qilgan va uning turmada turib yozgan deb qaralgan she'rining inglizcha tarjimasini maqolaga qistirma qilgan. Maqolda deyilishicha, shoir Abduqodir Jaloliddinning qamoqda turib yozgan she'ri Xitoyning Sharqiy Turkistondagi echinishliq bostirishlarni fosh qilishda kuchli dalil bo'la oladi ekan. Joshua Freeman maqolasida yana Uyg'ur xalqining tarixdan buyon she'riyat bilan bo'lgan kuchli bog'lanishini, Uyg'urlarda she'riy tusning nihoyatda quyuq ekanligini bayon qilgan. Amerikalik ziyoli Joshua Freemanning Uyg'urlarni she'r bilan bog'lashi Uyg'urlarning xalqarodagi obrazining o'sishida va Xitoyning Uyg'urlar haqidagi safsatalarini rad qilishda muhim ahamiyatga ega. Uyg'ur ana til o'qituvchisi Muyassar Abdulahad Xandan 2020-yili dunyo miqyosidagi ta'sirchan 100 ayolning biri sifatida tanildi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha xabar bo'limi xabari. Dunyodagi nufuzli axborot organlaridan Angliya radio televiziya idorasi BBC'ning 24-noyabr kuni 2020-yili dunyoda ta'sir paydo qilgan 100 ta'sirchan ayol tizimligini e'lon qildi. Bu tizimlikda bir Uyg'urning ismi bor edi. U bo'lsa-mu Uyg'ur ona tilini chet ellarda saqlab qolish va ona til ma'rifini gullantirish yo'lida ün-tünsiz xizmat qilayotgan Ayxon fondining qurg'uvchisi, yozuvchi, Uyg'ur qizi Muyassar Abdulahad Xandan edi. BBC to'ri Muyassar Abdulahad Xandan haqida mundaq deydi. Qalam ismi Xandan bilan tanilgan Muyassar Abdulahad meditsina o'qigan. U shoir va yozuvchi sifatida nom chiqarishga boshlagan. U ommaviy sog'lomlik kasbida magistrlik unvonini tamomlagandan keyin yeziqchilikqa ahamiyat berishni qaror qilgan. Xandan 2013-yili Turkiyaga ko'chib kelgandan keyin diasporada Uyg'ur tilini yetishtirish va o'qitishga bag'ishlangan Ayxon Ma'rifi fondini qurgan. Xandan yaqinda e'lon qilgan asari orqali vatandagi krizga taqobil turdi. Uning tunji romani Xayr xo'sh quyosh Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga bag'ishlangan tunji asar bo'lib hisoblandi. Xitoy chet elliklar uchun diniy oshqo'liqni cheklash belgilamasi bekitishni o'ylashmoqda. CNN to'rining bu haqdagi xabariga qaraganda, Xitoydagi chet ellik diniy guruhlar va ibodatchilar Xi Jinpingning rahbarligidagi Kommunistik partiyasining din odamlarga qildigan hujumlarning yangi nishoniga aylanib qolishi mumkin ekan. Xitoy Adliya ministrligi musharta e'lon qilgan qoida nizom loyihasida dinga e'tiqod qiluvchi chet elliklarning faoliyatlariga qarata cheklim qo'yish talab qilingan. Buningdagi atalmish sabab diniy asabiylikni cheklash va diniy faoliyatchilarning Xitoydagi etnik birlikka buzg'unchilik qilishining oldini olish uchun ekan. Xitoy va demokratik davlatlar eng buyuk o'yin. Bosh shtabi Kanadaga joylashgan Halifax xalqaroliq bexatarlik munbiri yaqinda bir doklad e'lon qilgan. Xitoy va demokratik davlatlar eng buyuk o'yin ismli bu doklad mazkur munbar tarafidan demokratik davlatlar qo'llanmasi deb ko'rsatilgan bo'lib, dokladda dunyoning har qaysi joylaridagi 250 dan ko'p mutaxassisning ko'z qarashi kirgizilgan. Dokladda Xitoyning demokratik ellarga elib kelayotgan tahdidi, mo'l dalil faktlar asosida bo'laklarga bo'linib, tafsiliy ravishda yoritib berilgan. Halifax xalqaroliq bexatarlik munbiri raisi Peter Van Bragg dokladining muqaddimasida mundaq degan: 2020-yili demokratik dunyoning Xitoy Kommunistik partiyasiga bo'lgan pozitsiyasida uzil-kesil o'zgarish bo'lganligiga shohid bo'ldi. Buning konkret ifodasi shuki, o'tmishda demokratik ellar iqtisodiy gullangan Xitoy oqibatda
öz xalq uchun texmi ko'p erkinliklarni vujudga chiqaradi degan tushunchada edi. Növbətdə bu düşüncə Xitay Kommunistik Partiyası bütün dünyaga xatar elib keladigan virus degan düşüncəyə özgərdi. Мәзкур докладта Xitay Kommunistik Partiyasının demokratik dövlətlərə və demokratiyaga qilgan tajavüzi Trump hökumətinin Xitayga tutqan pozisiyasını özgərtişidən burunla başlanıb bolğanlığı. Dünya cəmaətçiligi Xitay virusi bütün dünyanı qaplagandan keyinla Xitayning təhdid ekanligini tonub yetganligi ifoda qilingan. Dokladda Xitayning mahiyetining mustabidlik va huquq markazchiligi ekanligi ko'rsatilgan. Dokladda yana Amerika, Yaponiya, Kanada, Avstraliya qatarlıq demokratik dövlətlər allaqachon Xitayning hujum nishoniga aylanib ketganligi, Xi Jinping rəhbərligidəki Xitay Kommunistik Partiyasının yaqin kelgusidəki məqsədlərdən biri dünyani mustabidlikka parnik bo'lib berdigan bexatar makonga aylandırışdan iborat ekanligi. Xitay özünün iqtisodiy kuchiga tayinib, boshqa davlatlarni va shirkatlarni o'ziga bosh egishga majburlaganligi. Shundaqla Xitay mustabid hukumatlarni aktivlik bilan qo'llab, Xitay Kommunistik Partiyasının mənfəətini asas qılğan dünya tərtibini qurub çıxış üçün quturğanlığı. Şunun bilan bir vaqtda Xitay xalqaralıq təşkilatlarga aktiv halda a'zo bo'lib, demokratiyani o'z ichidan vayron qilish urinishida bo'lganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladda mundaq ko'rsatilgan. 2020-yili dunyoning Xitoyni tushunishida burilish xarakterlik o'zgarish yuz bergan bir yil bo'ldi. Demokratik ellər özlərinin o'tgan 30 yildagi bo'libmi Xitoy Kommunistik Partiyasının raisi Xi Jinpingning rahbarligi mezgilidagi Beijingga tutgan pozisiyasining tarixiy xarakterlik tashqi siyosat xatoligi bo'lganligini bevosita yoki vositalik holda tan elishdi. Bu xatolikning tub yildizi ularning Xitoy homini erkinlik yo'lini tutib, qoida prinsiplar bo'yicha ish ko'radigan bo'ladi. Kapitalistik iqtisodiy sistemadan manfaat ko'rgan siri demokratik dunyo bilan hamkorlashidu deb faraz qilganligidan kelib chiqqan edi. Kunimizdagi Xitoy davlat ichidagi va chet ellardagi ish harakatlarda yumshoq bo'lishning o'rniga tarixdagi eng bürokrat davlat sifatida, shundaqla erkin dunyoning eng ashaddiy kushandisi sifatida o'ttirg'a chiqdi. Demokratik davlatlarning bu xil xatoliklar bilan xo'shlashib, Xitoyning dunyo miqyosida paydo qilayotgan tahdidlari haqida qayta o'ylanishiga yordam berish maqsadida Xalifakiz xalqaroliq bexatarlik munbiri 2020-yili fevraldan oktyabrgacha bo'lgan 8 oyda 250 dan ortiq dunyoviy mutaxassis va siyosat belgilguvchi shaxslar bilan cho'nqur suhbat o'tkazgan. Buningdan sirt, dunyodagi eng oldingi qatordagi yer shari bozori tadqiqot shirkatlaridan biri hisoblangan Ipsos shirkatining Xalifakiz xalqaroliq bexatarlik munbirining talabi bilan elib borgan bir qitimliq ray sinash natijasidan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning COVID-19ning tarqalishini yoshirishi natijasida Xitoyning dunyo xalqi orasidagi bo'libmi demokratik ellarda yashaydigan xalqlar orasidagi yoqtirilish nisbati zo'r darajada tushib ketgan. Xitoy tahdidining mohiyatini tushunishning ochqichi Beijingning dunyo qarshining har qanday ahvolda Leninizmni yadro qilganligi, Xitoy Kommunistik Partiyasining manfaatini hammaning ustiga qo'yish asosida ish ko'rdiganligini tonib yetishdan iborat. Bu yadroliq nuqtani aniqlashtirib olmaganda Xitoyning tahdidi to'g'risida xato diagnoz qo'ydigan, shundaqla xato siyosat belgilashni davomlashtiradigan ish chiqadi. Oldingi qatordagi kishilik huquq tashkilotlarining hammasi Xitoyda zulmning eshib berayotganligiga guvohlik bermoqda. Shunisi ayonki, Xitoy Kommunistik Partiyasining orzu qiladiganlari Xitoy territoriyasi bilanla cheklanmaydi. Onun yer shari xarakterlik shumniyati bir qancha halqiliq yo'llar orqali ifodalanadi.
Xitay Kommunistik Partiyasi dünyani diktatorluqqa qarşı isyan көтөрмәйдиган holatga elib kelmoqchi. Xi Jinping va Xitay Kommunistik Partiyasi bu niyatini so'z va qilmishlari orqali ifodalab bo'ldi. Növbətdə bunu isbatlaydigan ko'plab dalil paketlar mavjud. Bu vəcidən Cunhua Xalq Cumhuriyeti yer yüzüdə demokratiyaning o'lini qo'llash g'arzida bo'lmoqda. Bunun bilan bir vaqtda Xitoy, Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Hindiston, Yaponiya va Avstraliya qatorliq demokratik davlatlarni bu niyatining obyekti sifatida nishonlamoqda. Hong Kong va Tayvan Xitoyning demokratiyaga hujum qilishidagi oldingi sepi hisoblanadi. Bu ikkisining demokratik davlat yoki rayon sifatida mavjud bo'lishi növbətdə ig'ir xatarga duch keldi. Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lish shum niyati uning tez surat bilan dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy gavda bo'lishidek reallik tarafidan qo'llashga erishyotidi. Xitoy bu g'arzini amalga oshirish uchun bir balvoq bir yo'l nomida har qaysi davlatlardagi ul muassasa qurilishlariga necha 100 trillion dollar mablag' selyotidi. Bu jihatda Huawei qatorliq Xitoyning manfaati va ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilgan buyuk Xitoy shirkatlari vositachilik qilyotidi. Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy Kommunistik Partiyasi Xitoy ichi va sirtida texnologiyalik byurokratlik yurgizayotidi. Xitoy o'zining texnologiya jihatdagi yetarsizliklarini yaxshi biladi. Bu jihatdagi qiyinchiliklarga taqobil turish uchun inchiklik bilan loyiha tuzgan. Tor ishbiyonligi izchil davomlashayotgan bilim mulk o'g'irligimi mushu loyihaning orasidan yer olgan. Xitoy o'z armiyasini butun kuchi bilan zamonaviylashtirmoqda. Shuning bilan birga geostrategiya jihatda bargancha qo'rqmas va o'ziga ishonadigan holatda yo'l tutmoqda. Uning bu ko'rangligi allaqachon Osiyo qit'asidan halqib ketdi. Endi demokratik dunyoning Xitoy tahdidiga qarshi siyosiy javob qaytarish uchun astoydillik bilan o'ylanmay bo'lmaydi. Demokratik davlatlar Xi Jinping rahbarligidagi Xitoyning tahdidlariga qarshi planliq shaklda qaytarma hujumga o'tishi kerak. Xitoy Kommunistik Partiyasi dunyoviy xiristlarni qaytadan tartibga selishi, demokratiya dunyosiga qilayotgan to'xtovsiz hujumlardan yenishi kerak. Mayli Amerika yoki boshqa har qanday bir demokratik davlat bo'lsin, Xitoyning tahdidiga o'zi tanho holda qarshi turish orqali g'alaba qozonolmaydi. Ishning yaxshi tarafi shuki, Amerikani o'z ichiga olgan hech bir davlat Xitoyga yolg'iz qarshi turishga majbur emas. Amerika kuch, boylik va texnologiyadagi ustunlik qatorliq afzalliklardan boshqa yer sharidagi nurg'unlagan ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyning qarnitini to'sishga kapolatlik qiladi. Gerçi Amerika erkin dunyoning rahbari bo'lishni saqlab kelgan bo'lsa-mu, biroq demokratik davlatlar orasidagi ittifoqdoshlik va hamkorlik 20-asrdagi ittifoqdoshlik va hamkorlikdan farqli bo'ladi. 21-asrga mos holdagi demokratik ittifoqdoshlikni qaytadan tasavvur qilish kunimizdagi eng ta'xirsiz majburiyat hisoblanadi. Dokladda yana Xitoyning Uyg'urlarni bostirish haqida to'xtalib o'tilgan bo'lib, bu haqda mundaq deyilgan. Yaqinqi oylarda sun'iy hamroh vositasi orqali tartilgan minglarcha rasmlarni asos qilib turib qilingan analizlar kishini oromsizlantiradigan faktlarni o'ttirg'a chiqardi. Analizlar natijasida Xitoyning Sharq Turkistonda uzun muddatlik qamoq uchun ishlatiladigan qurilishlarni zo'r ko'lamda to'xtamasdan ko'paytirayotganligi oshkora bo'ldi. Xitoyning rejimidan oshkorlangan ma'lumotlarga ko'ra, Uyg'urlarni bostirish harakatiga Xi Jinping va boshqa Xitoy rahbarlari bevosita riyosatchilik qilgan. Dokladda yana demokratik davlatlar uchun mono prinsiplar tavsiya qilingan.
demokratik davlatlar o'z qimmat qarshiga va yashash shakliga buzg'unchilik qiladigan tövəndiki qilmishlardan o'zini qo'g'dashni kapolatga ega qilishi kerak. Xitoyning demokratik jamiyatlarga uvu qurilish tirkishlarga parvosiz muomala qilishga xotima berish. Xitoy Xalq Cumhuriyatiga munosabatlik ideya, yozma, san'at asarlari yoki bayonlarni qora qo'yuq qabul qilish yoki bu jihatlarda Xitoyga foydasiz mazmunlarni suzib chiqarib o'tish harakatlariga qatnashishdan yiroq turish. Xitoy Kommunistik partiyasining o'z xalqiga zulm qilishiga yantayoq bo'lib berdigan har qanday savdo, texnologiya almashtirish turidagi qilmishlarga qatnashmaslik. Xitoy Xalq Cumhuriyatining internetni va texnologiya o'lchamlarini o'zining bürokrat qimmat qarshiga va qor niyatlarga mos keltirish tirishchanliklariga nisbatan sukut qilib turib olishni tashlash. Xitoyning biror shaxsga jinoyat ortishi sababli u shaxsga yurgiziladigan jazoga yoki bir taraf qilishga qatnashishdan yoki qo'llashdan yenish. Xitoyning besimiga yoki qo'rqoq selishlarga duch kelgan demokratik fikrdagi shaxs yoki hukumatlarni qo'llashga ahamiyat berish. Majburiy emgak, do'rab yasash yoki aqliy mulk o'g'irligi natijasida yasab chiqarilgan Xitoy mollarini bilib turib setib olish yoki bu xil mollarning tijoratini qilishdan o'zini tortish. Bu dokladdan mutaxassislarning Xitoyga bo'lgan tunishining to'limi obyektiv va aniq ekanligini, Xitoyga qandaq taqobil turishda aniq tadbirlarga ega ekanligini, shundaqla G'arb dunyosining Xitoyga nisbatan rostli o'yg'onganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Navada G'arb davlatlari yuqorqi prinsiplar bo'yicha Xitoyga qarshi turgan taqdirda Xitoyni qafasga solay oladi. Tayyorlovchi Hikmatyar Ibrohim. Uyg'urlar adolat tarafda turadi. Uyg'urlar tarixda adolat uchun kurash qilgan va adolat barpo qilgan millat. Dunyoda bizga o'xshash buyuk ajdodlari va shonliq tarixi bo'lgan millatlar ko'p emas. Biz Sharq Turkistondan, Tarim va Altay tuproqlaridan ko'kildik. Tarixda dunyoning nurg'un joylariga tarqaldik. Bugun hala shu tuproqlarda yashamoqdamiz. O'zimizning shu shonliq tariximizning bir qismi ekanligimizni, bu buyuk millatning bir parchasi ekanligimizni, bugungi bu ulug' tarixiy kurashning bir qismi ekanligimizni tushungan chig'imizda dunyoda bizga qarshi tura oladigan hech bir kuch bo'lmaydi. Biz adolatparvar va jasur millat bo'lib sifatimiz bilan har qanday yerdagi, har qanday zulmga qarshi sukut qilmasligimiz kerak. Biz adolat tarafda turamiz. Tarafsizlik faqat zolimlarga yordam beradi. Hargizmi izlaguvchilarga emas. Biz millat sifatida yo'qotilish xavfiga duch keldik. Mundaq ahvolda dunyodagi har turli zaruriyatsiz va munosabatsiz talash tortish va to'qinishlarning qurboni bo'lib ketishdan saqlanishimiz, dunyoviy masalalarga o'z manfaatimiz nuqtasidan zeraklik bilan qarashimiz kerak. Uyg'urlardan o'z davlatini ozod qilish irodasi bo'lganlar shu maqsadga yetadi. Biz cho'qim o'z tuprog'imizda erkin yashab, o'z uyimizda xotirjam ko'z yumimiz. Buningsiz hayotimizning qimmati bo'lmaydi. Bizning erkinlikka erishishimiz bilan dunyo texmi ozod bo'ladi. Dunyoga texmi go'zal narsalar qo'shiladi. Bizning buyuk g'albimiz bilan dunyo texmi saltanatlik bo'ladi. Bizning o'z manfaatimiz uchun ko'rsatgan har bir tirishchanligimiz dunyoga va insoniyatga foydali ishlar sifatida butun insoniyatning boyligiga aylanadi. Bizning bir-birimizga ishonmaslikdan tortadigan ziyonlarimiz, bir-birimizga ishonganlikdan kelib chiqadigan ehtimolan ziyonlardan hassalab cho'ng bo'ladi. Millat bo'lib sifatimiz bilan bizning kelgusimizning kapolati bizning uyushchanligimizning qanchalik kuchlikligi bog'liq. Biz boshdan kechirayotgan ixtiloflar va ittifoqsizliklarni bizning holimizdagi boshqa millatlar boshdan kechirgan. Boshqa millatlar hal qila olgan masalalarni bizmi hal qila olamiz. Barliq kuch-quvvat, aql-farosat va boylik o'z vujudimizda. Sharq Turkistonda boylik intayin ko'p. Ammo eng zo'r boylik
vatanimizning egalari bo'lgan odamlarimiz, ya'ni Uyg'urlardir.